Qashqar. Mo'g'ullar sarayini timtasliq bosgan edi. Yolg'iz o'tirgan Muhammad Haydar Mirzani ig'ir g'am his olgandek qilibdi. Ikki oz pishim vaqtdan beri qo'lidagi ikki parcha xatni qancha qatim o'qib chiqqanini o'zimi bilmaydi. Yarkentdagi Ömer Mirza bilan Xotandagi oyg'oqchisi maxfiy yo'llagan bu xatlarning mazmuni uning kallasini chirmab olgan edi. Ağam Aba Bekri Mirzaning Yarkentdagi ishlari haqiqatan gumonliq. Mirza Yontaqbek qasdlab o'ldirilgandek qiladi. Lekin bu haqdagi dalil isbotga to'liq erishamadim. Ammo shunisi aniqki, ağamning kallasini riyokorlik, osiylik muddalari chirmab olibdi. Yarkent Əmir Məhkəməsidəki qayda usullarını ko'radigan bo'lsalar, hayron qoladilar. Ağamni əmirlərdən tatib xizmətkarlargacha oliylari, on hazratim, qibligahimiz deb ataydı ekan. Janoblari deb ataganlarning tili kesilibdi. Gerçi ağam o'zini rasmiy yo'sinda Xon Sulton deb jakarlamagan bo'lsa-mu, martabasini Xon Sultonlarga tenglashtirib olibdi. Yarkentdagi oddiy avomning kuni qoq ekan. Hassilab selingan boy seliqlar dastidan ularning ohuzori palakka yetibdi. Buni oz deb hozir bozgir seliqchilar lashkarlarning homiyligida kelar yillik boz seliqlarni topshiriqchi majburlayotdi. Hadab cherik yig'ib mashqlantiryotdi. Nomda Xotangi lashkar tortishga hozirlanayotgandek qilgan bilan ko'ngliga xatarlik bir ishni pukandek qiladi. Bir viloyat amirining janobi sar amirdan Olampanaq Sulton Yunusxon oliylaridan yoshirincha hadab lashkar to'plashi, oshliq, pul-pichak, qurol-yarog' hozirlashi odamni taajjubga soladi. Ikki gapning birida Xotangi lashkar tortishning davrini qiladi. Sar amir janoblari og'amga yozgan maktublarda uning Xotangi lashkar tortishini targ'ib qilgandek iboralarni yozgan ekanlar. U mush iboralarni dastak qilib, qo'limizda sar amirning farmoni bor deyotdi. Meningcha Xotangi oldirab lashkar tortmagan tuzuk. Bo'lmasa manglar suyar xatarli qalaymaqanchilikda qoladi. Janoblari rishvatxo'rlikda, xiyonatkorlikda ayblab mansabdan qoldirgan Mirza Amin Qulbek, Mirza Qosim Dug'lat, Mirza Husayn Beglar hozir Yarkent Amir Mahkamasida yuqori mansablarda o'ltirib, e'tiborlanib yetibdi va yuqorida tilga ilingan riyokorlarning aktiv ishtirokchisiga aylanibdi. Saltanat yo'sin bo'yicha har qaysi viloyat tumanlarining cho'ng kichik amir beglari ordining tasdiqi Janobi Xon oliylarining farmoni bilan mansabga tayinlanadi. Lekin og'am har qanday odamni o'z oldiga mansabga tayinlaydi ekan. Meni mu berishimg'ila qora divanning o'rinbosarligiga tayinladi. O'ylab baqsizlar, qora divan xon ordusida bo'ladi. Viloyat mahkamasida bunday mahkama ta'sis qilish lozim emasdi-ku. Xulos kalom, Yarkent Amir Mahkamasida ordida bor mahkamalarning hammasi ta'sis qilinibdi. Yaqinda dalil isbotlarga to'liq ega bo'laman. Shol chog'da Qashqarga qaytib tafsiliy ma'lumot beraman. Rishvatxo'r degan, parxo'r degan so'zgana. Bu Ömer Mirzaning yo'llagan xati edi. Xotan amirlari bo'lmish Xonnazar Mirza bilan Qulnazar Mirzalarning buyuk saltanatga osiylik qilish uchun isyonga hozirlik ko'rayotganligi haqida hech qanday isbot yo'q. Hatta ularning Yarkent Amir Mirza Yontaqbek bilan hech qanday xufiyani berish kelishlari, xat aloqalari, mudda maqsadlari yo'q ekan. Xotan Amir Mahkamasidagi ishonchli kishilarimizdan o'qishimizcha, ol og'i ini Mirzalar o'zoq yili bir navbat maktub avatib, Mirza Yontaqbekni Mangday suyar Amir Mahkamasiga itoat qilmay, bevosita o'rdiga Sulton Yunusxon oliylariga puxrodorchilik qilishga undiganligi ma'lum. Lekin Mirza Yontaqbek ularning bu taklifiga qo'shilmagan hamda ularni qudratqul qilmaslikqa undab javob maktub yozgan ekan. Kamina navkarlari yana shuni aniqlab bildimki, ol og'i ini Mirzalar Mangday suyar Amir Mahkamasiga itoat qilishga qattiq norozi ekan. Shu sababdan janobi sar amirning har qanday farmoniga itoatgarligini sunishni har oladi ekan. Bu Xotandagi oyg'oqchining yo'llagan Muhammad Haydar Mirzaning o'y-xiyollari chegishlashib ketgan edi. Shu topda uningga Mirza Aba Bekrining o'zini Xon sultonlarga taqqoslab, avomga ziyoda seliq selib qilgan osiyligidan ko'ra, Xotandagi o'k Mirzalarning o'ziga itoat qilishdan bosh tortishi bakrak g'azabini keltirgan edi. Aba Bekri Mirza o'gay bo'lsa-mu o'z farzandimga o'xshash. Balki mendek tog'isiga, o'gay otasiga ishinib, ashundoq boshtonlik qilish petingan bo'lishi mumkin. Bu
Buni demegəndimi, onun yana mərhum Sultan Dost Muhammed Xan aliyləri inam qalğan körəganlıq mərtəbəsi var. Bəlkім Yarkentdiki əmrlərini itaat qıldırış üçün bir qism yosunlarını çəkdən aşırıb etken oxşaydı. Onun burundulunu Yarkentki əmr boğusu var idi. Ordadan yarlıq kəsilər nəsihət qılıb, onu məhrəm xizmətkarlarının aliyləri deb atışıdan tosuşqa ündüsəm, o əlbəttə nəsihətimni yırmaydı. Lekin heliq üç əmrini nemişqə unçuvala ətvalab ketdikini. Eniqki, ular Aba Bekri Mirzani heli işiltib aldığan. Hazırca bu işlarni bilmegen boп turay. Vaqti kelganda ularni tutib Qashqarga əvətib berishga farmon bersam, tamamen bo'ladi. Mirza Yantoqbekning o'lim voqeasiga kelsak, Ömer Mirza tafsili aniqlab, dalil isbotlarni qo'lga tushirgandan keyin surishtirishni qilarman. O chaqda Aba Bekri Mirzani tenib ololmaydi. Hozir u Iroqda qo'lida lashkar viloyat bor. Yana tehi cherik yig'ib etibdi. Bundaq vaqtda uni aybga buyursam men bilan qarshilashishi mumkin. O chaqda Xotandagi og'i ini Mirzalarni itoatimga bo'ysundiramagani oz deb, yana bir gardankashni ko'paytib olaman. Bu saltanat uchunmi bosh og'riqi bo'ladi. Aros Aba Bekri Mirzaning Xotanga lashkar tortib, ul og'i ini Mirzalarni jazolug'isi bor edi. Onunğa farmon beray. Navod yengilib qolsa, chiroyli tasalli berib, ko'nglini yasarman. O chaqda hukmimga sarkashlik qilishga petinolmaydi. Navod Xotan Mirzalarini yengib olsa, uning qo'li orqali ol gardankashlardan qutulgan bo'laman. Aba Bekri Mirzaning bu to'hpisini xon oliylarga ma'lum qilib, in'om ib berman. Ashundoq qilsam, u mendan xush bo'ladi. Sarkashlik qilishga, boshqa xiyollar bo'lishga petinolmaydi. Mush fursatdan foydalanib, uni Xotanga, Ömer Mirzani Yarkentga amr qilib tayinlasam, ma'lay suyarlik asosim texmi puxtalanadi. Hukmimga norozi bo'lgan bir qism amrlarmi yomon niyatidan yonadi. Muhammad Haydar Mirza qollisiga kelgan bu aqldan boshqacha ruhlanib ketdi. Sar amir janoblari tushlik xizoni nari yeydi ekan? So'radi saroyga osta kirib kelgan Bekavulbek. Muhammad Haydar Mirzaning kayfi to'limi chog' edi. Aba Bekri Mirza bilan Ömer Mirzadan iborat ikki o'gay o'g'li haqida xiyol surib o'ltirib, birdinla o'zining ikki o'g'lini seg'inib qolgan edi. Shu kunlarda Oyjamal og'acha bu ikki amirzodani qasrdan chiqolmaydigan bo'lib olgan edi. Qizogi Oyjamal og'achining qasriga boraman, xabarlantirib qo'ysinlar. Deydi u Oyjamal og'achining qasriga bormag'iniga biror hafta bo'lib qolganligini esiga elib. Xo'sh, Bekavulbek asta chiqib ketdi. Muhammad Haydar Mirza kirib kelganda Oyjamal og'acha qasrning oldidagi tolbarangliq peshayvonning ostida dasturxon rastlab, o'zini bo'lishiga pardozlab, chiroyli yosinib kutib o'tirgan edi. Harmag'ayla, muborak qadamlarga ko'z tegmasin, dedi Oyjamal og'acha tavazu bilan egilib. Oyjamal og'acha garchi yeshining cho'ng yeshiga agishib, xeyli samirib qolgan bo'lsa-mu, lekin o'ttir yosh juvonlarga xos nazokatini yo'qotmagan sharandoz ayol edi. Har qachon shirin shikar so'zlari, tatli xulqi bilan Muhammad Haydar Mirzani o'ziga qaratishni, ko'nglini utib olishni esidan chiqarmaydi. Boshqa to'qalog'ichilarga o'xshash meni unutib ketdilar-yey. Oldilarda palon og'chichilik bo'lolmayman-ay. Palon og'chining qasridan ner bo'lolmaydilar-yey degandek topdanlarni qilmaydi. Batnamaydi, balki kenizaklarni yaqin keltirmay, o'z qo'li bilan choy tutib, hordiq so'raydi. Birdam yetib asla deb put qo'llarini tutib qo'yadi. Shu sababdan Muhammad Haydar Mirza Oyjamal og'achining qasriga kelsa, o'zini boshqacha ozoda his qiladi. Ruhi boshqacha ko'tarilib qoladi. 18-20 yoshlik to'qallardan ololmagan lazzatni mushu og'achisidan oladi. Amirzodlar ko'rinmaydi-ku, so'radi to'rdagi qo'shlab silingan ko'rpaga joylashib o'tirib olgan Muhammad Haydar Mirza atrofga qarab qo'yib. Amirzodlarni seg'inib ketgan o'xshamamdilar, dedi Oyjamal og'acha pising'ida kulib va chaqqonlik bilan ikki paryostiqni ilib Muhammad Haydar Mirzaning biqiniga yo'ladi. Birdam yonboshlab amirzodlar hozirlik keladi. Amirzodlarning onasini seg'indim,
dedi u pagada qo'l bog'lab turgan kenizaklarga ko'zining quyruqida qarab qo'yib. Ko'ngil sanğanlarga rahmat hazratim. Her qachon ko'ngil to'rlari bo'lalganimdan to'limi baxtiyorman. İştihalları suyuq tatamdikin, qo'yiqqim ekan. Men degan mehmon, onu bunu deb qizat olsam adabsizlik bo'lur. Berganlarni yeyman. Aylinay, mehmon degan silidek bo'lsa, kutmak nima degan oson? Dedi Oyjamal og'cha nozlanib. Boshqa yerlarga berish uchun nima deslar shuni tayyor qilaman. Oyjamal og'chining nozliq qarashlari, tatliq so'zlari Muhammad Haydar Mirzani hayajonga selib qo'ygan edi. Og'chi oyim bergan narsaning har qanday oshqa yerimga boradi. Dedi u Oyjamal og'chi tutgan piyoladagi choyni qo'liga ep turib. Kasla, yenimda o'tirsizlar. Avval bir piyoladan o'gira chiqinglar, dedi Oyjamal og'cha kenizaklarga qarab. Aslida oqshom keladigan, dedi Muhammad Haydar Mirza, zafar, locindona, novat va allaqanday xushpurak dori darmaklar bilan damlangan choyni o'tlab turib. Lekin Sultan Yunusxon oliylariga yo'llaydigan ma'lumotlarni o'z ko'zim bilan ko'rib yetay deb bir vaqt o'p ketdi. Oqshom kelgan bo'lsa meni topolmaydilar, dedi Oyjamal og'cha. Muhammad Haydar Mirza taajjub bilan og'chining chiroyiga qaradi. Bir yak bamg'alla. Hazratimning ijozatisiz nega bora olaydim? Dedi Oyjamal og'cha surma surgan chiroyli ko'zlarini o'ynatib. Tunigun cho'ng og'chi Malika Davlat Nigar xonimni yo'qlab qolgan edim. Mo'ndishib o'ltirib kashf bo'lib qolganini tuymayli qopdimiz. Shuning bilan yanada hamroh bo'lib tunab qoldim. Muhammad Haydar Mirza Oyjamal og'chiga qoyillik bilan nazar tashladi. Uzundan beri kasal bo'lib o'rin tutib yetib qolgan cho'ng og'chisi Malika Davlat Nigar xonimni haftadan beri yo'qlab qo'ymaganligini esiga kelib xijil bo'ldi. Cho'ng og'chiga hamroh bo'lib yaxshi qilibdilar. Uning o'rnida tashakkur bildirman. Tashakkurlar hojatsiz. Garchi biz kundosh bo'lsakmi, yana egich singilmiz. Uning sizmi cho'ng og'chining xizmatini qilish burchimiz bordir. Oyjamal og'cha Muhammad Haydar Mirzaning bu tunji ayolini bekli yaxshi ko'rdiganligini, uni pat-pat yo'qlab ko'nglini izlab tursa, Muhammad Haydar Mirzaning minnatdor bo'lganligini, o'ziga texnik yaqinchilik qilganligini obdan biladi. Ammo tunigun cho'ng og'chini alohida yo'qlab berib, uning qishida tunab qilishida boshqacha muddasimi bor edi. Chunki oldingi kuni uningga cho'ng o'g'li Mirza Abubakirdan xat kelgan edi. Xitida onasidan Xotanga lashkar tortish uchun o'gay dadasidan farmon ep berishni o'tingan edi. O'g'lining bu talabini Muhammad Haydar Mirzaga udulla deyishni biyab ko'rgan Oyjamal og'cha Malika Davlat Nigar xonimni yo'qlash chorasini o'ylab topgan edi. Muhammad Haydar Mirza cho'ng og'chining qasriga bosla Oyjamal og'chining bu yerda bir kecha tunganligidan xabar topatdi. U chaqda tabiiy holda minnatdorligini bildirish uchun Oyjamal og'chining qasriga keladi. Shunga hozir Oyjamal og'cha fursatni ching tutib, cho'ng og'chining qasrida qo'nib qolganligini chandurmay davoldi. Anglashimcha Xotanning teviblarini har qanday kasalga shifo topa oladi deyishir ekan. Xotandan tevib keltirib cho'ng og'chini amlitib baqsaq bo'larmikin? Oyjamal og'cha ko'rinishda cho'ng og'chining kesligiga ko'ngil bo'lganda qilgan bilan amaliyotda Muhammad Haydar Mirzaning diqqatini qasddan Xotanga buravatdi. Hozir Xotandan tevib keltirish mushkuldir, dedi Muhammad Haydar Mirza ulug' kichiktinib. Nemishqa? So'radi Oyjamal og'cha hech nimani bilmagan qiyofatga kirib elib. Xotan amirga choparman mangdursizlar, biror tevibni Qashqarga yo'lga sepib qo'yishi tas emas-ku. Uning ustiga Xotan amirlarimi Manglar suyar amir mahkamasining hukmiga itoat qiladigan tursa, sizlardek sar amirning kichkina talbini farmon deb bilur tayinliq. Muhammad Haydar Mirzaning qalbidagi Xotan amirlariga bo'lgan adovati qaytadan kuchaydi. Ol Xotan amirlari hozir bizning hukmimizga itoat qilmaydi. Shundoq ishmi bormi texi? Bu uch qashqari sar amir bilan qarshilashganlik-ku.
qarshilashlar emas, betahqiq sarkashlikdir, dedi Muhammad Haydar Mirzo ochiq bilan. Unda qisi qandoq bo'ladi? Dedi Oyjamal og'cha o't ustiga yog' chechib. Bu degan qudratlik adolat bana Sultan Yunusxon oliylari o'zlariga bergan katta imtiyozdir. Hükümlerge itaatkarlığının sunmağanlarını qattiq jazolaslar tamamen haqliqdir. Mening xiyolim shu, dedi Muhammad Haydar Mirzo. Balki pat yaqinda o'lgandan keyin og'i ini Mirzolarning ishini bir taraf qilarman. Shaxsan o'zlari lashkar tortib boray da'vatmaydiganlar hazratim. Yo'q, Yorkentdagi cho'ng amirzodamni avataymikin deyman. Bu Oyjamal og'achining ko'nglidagidek javob edi. Muhammad Haydar Mirzo uni tanqislikda qo'ymayla bu qiyin masalani o'zi tilga olgan edi. To'la obdan o'ylabdilar, dedi Oyjamal og'cha hayojonini yo'shirmay. Cho'ng amirzodam uzundan beri cho'ngroq bir ish qilib saltanat xizmat ko'rsatishni ham o'zlarining yuzlarini yo'riq qilishni ko'ngliga pukib kelgan edi. Lekin bu ishda andishamma yo'q emas. Oyjamal og'cha Muhammad Haydar Mirzoning ko'ziga qaradi. Qandoq deydilar? Muhammad Haydar Mirzo bir necha daqiqa o'ylanib olgandan keyin javob berdi. Sizlar texi toza xabarsiz. Abu Bakr Mirzoning bir qism ishlari to'liq gumonliq. U dastlabida mendan riyozat shikori qilish uchun ijozat so'ragan edi. Keyin tuyuqsiz soxta farmoy yasab, Yorkentga lashkar tortib beribdi va Yorkent amiri Mirzo Yantoqbekni o'ldiribdi. Ulardan biz keyinroq xabar topdik. Amaliyotda bularning hammasi og'ir gunohga buyurilgan qilmishlardir. Men uni yana boshtonliq qaramliq qilib qo'yarmikin deb ansirayman. Oyjamal og'cha o'g'lining boshqa maqsad muddasining bor yo'qligini bilmasimi, lekin bu ishlardan xabardor edi. Yorkent yuz bergan o'l ishlarni tahqiqlab ko'rdilimi? Balki Mirzo Yantoqbekning o'limga loyiq gunohi bordir. Bu ishlarni ikkinchi amirzodam Umar Mirzo tahqiqlayotdi. Alloh xolisa pat yaqinda tegtakdan xabardor bo'lamiz. Muhammad Haydar Mirzo gapni deb bo'lib qattiq cho'chib ketdi. Umar Mirzo bilan o'zi bildigan bu sirni ehtiyotsizlik qilib davatgan edi. Aslida Umar Mirzo Yorkentga mush ishlarni tahqiqligini berib ekan-da. Oyjamal og'cha Muhammad Haydar Mirzoning chiroyining totirib ketganiga diqqat qilmay so'zlaydi. Bu muhim ishni ikkinchi amirzodamga topshirib yaxshi qildilar. Yotlarni avatgan bo'lsa, rost yolg'onni aralashtirib, otibol ishkilarining o'ttirsida tushunmaslik paydo qilib qo'yish mumkin edi. Umar Mirzo to'liq puxta, har qanday ishni astoydil inchik qiladi. Xotirjam bo'lsa, u bu ishni ko'ngillardagidek ado qiladi. Oyjamal og'cha cho'ng o'g'li Mirzo Abu Bakrga behli shinatdi. Uning hozircha biror viloyatga amir bo'lishini, keyincha ota-bolalariga o'xshash o'rnida yuqori mansab tutib, xonning e'tiborliq yaqin mahramlaridan bo'lib chiqishni orzu qiladi. Mana endi ikkinchi o'g'li Umar Mirzoning muhim vazifani ustiga olganligini anglab, bo'lakcha xush bo'lib ketdi. Shu topda uning bu ishlarni texmi cho'nqirlab o'ylagidek hafsalasi yo'q edi. Uning asyodi Mirzo Abu Bakrning Xotanga yurish qilish uchun Muhammad Haydar Mirzodan farmon ib berishni qolgan edi. Abu Bakr Mirzo bilan Umar Mirzoning har ikkilisi Oyjamal og'achining yurak barisi. U hargiz bir o'g'lini deb yana bir o'g'lini o'tga tashlaydigan ishni qilmaydi. Uning Umar Mirzoning ishini Abu Bakr Mirzoga demasligini topilib, ogohlantirib qo'yaymi ya? Yo'q, eng yaxshisi andiyani eg'iz ochmay. Bo'lmasa andishiga tushib qolib, Abu Bakr Mirzoga xabar berib qo'yishi mumkin. O chog'da Umar Mirzo posh bo'lib qoladi. Navoda Abu Bakr Mirzo inisining Yorkentga kelishidagi muddasini bilib qolsa, hamma tirishchanliklarimiz suvga chilishidi. Hatto og'ini o'ttirsida ko'ngilsizlik yuz berib qolishi mumkin. Balkim Umar Mirzo dalil isbotlarni qo'lga tushirib bo'lgandi. At o'gingiz Qashqarga qarab yo'lga chiqibmi qola. O chog'da Abu Bakr Mirzoni dalil isbotlar bilan qoyil qilib, gunohiga to'g'rilig'izaman. Ahvolni Sulton Yunusxon oliylariga ma'lum qilib,
yengilroq hukm chiqarishni talab qilaman. Balkim ahvol bizning gumonlanganimizdekmi emasdi. Abu Bakr Mirzamo kichik bola emas. Saltanat qonunlarini obdan biladi. Abu Bakr Mirzadan ziyod andish qilmasizlar. Uning xotin mirzlarini jazolashga farmon bersizlar. İşlerini çoxum ko'ngildagidek bir yaxlit qiladi. U saltanat uchun xizmat ko'rsatsa, marhum jannat makon og'larining ruhi xush bo'ladi. Aksi Soniz Mirzning ismini anglab, Muhammad Haydar Mirzning xiyoli birdanla bo'lindi. Vujudini vaqtsiz o'lib ketgan aksiga bo'lgan sig'inish tuyg'ulari chirmab oldi. Shundoq, o'g'li yaramliq odam bo'lsa, marhum og'amning ruhi cho'qim xush bo'ladi. Ayjamal Ağca Ömer Mirza tahqiqlamoqchi bo'lgan ishning oqibatini o'ylab yetamagan o'xshaydi. Eng yaxshisi, bu ishlarning taktiga yetmagani tuzuk. Bo'ldilar, ziyoda andishlarni qo'yib turay. Abu Bakr Mirza xotanga lashkar tosi tortiversin. Ol og'i inigadan Kashmirlarning adibini berilgan vaqtni bo'lib qolgan zot. Qoldi ishlarni keyin o'ylashaman. Vaqti kelganda ko'rsatgan to'pisiga tushliq in'om, qilgan gunohiga tushliq jazo bersam bo'lmadimi? Ozmaydigan kim bor? Hamma ishni to'g'ri qilib ketgili bo'lmaydi. Mayli, Abu Bakr Mirzaga xotanga lashkar tortishga farmon beray. Bu uning ajr to'pi ko'rsatish uchun cho'ng fursat, dedi Muhammad Haydar Mirza. Vaqti kelganda Sultan Yunusxon oliylarga ma'lumot yo'llab, ikki amirzodning birini xotanga, yana bir Yorkentga amirlik tayinlashga yorliq olarman. Shundoq qilsalar kamina mazlumlarmi u dunyo bu dunyo rozi bo'lgan bo'ladi, dedi hayajonlangan Ayjamal Ağca ko'ziga liqqida yosh elib. Amirzodlar keldi. Xizmatkor ayolning yetkazgan bu xabari xotinlarning diqqatini chalg'itdi. Daqiq o'tmay qasr darvozasidan peshayvonga tutishadigan chosi qish yotqizilgan tor yo'lda ikki amirzodi ko'rindi. Assalomu alaykum, padar buzruk bilan validay mehribonga ehtirom bo'lg'ay. Ikki amirzodi peshayvon ostidagi supining oldiga kelib, ota-onasiga salom berdi. Va alaykum assalom. Muhammad Haydar Mirza salomni iligag'ash ikki o'g'liga mehri bilan qaradi. Cho'ng o'g'li Muhammad Husayn Mirzaning qo'lida bir parcha kitob bor edi. Turqidan uning ustozining oldidan saboq ilayotgan peticha kelganligi chiqib turadi. Kichik o'g'li Said Muhammad Mirza kichikroq bir o'qyani ko'tarib olgan bo'lib, bo'yniga esib olganlik o'qqa chilangan naqshlik o'qdan so'ngichida sangilab turadi. Yugurib kelgan bo'lsa kerak, onardek qizirib ketgan mang'zini bo'ylab tarix qilyotdi. O'g'illarini ko'rib ko'ngil g'ashligini unutgan Muhammad Haydar Mirza supidan tushdida avval cho'ng o'g'lining peshonasidan so'ydi. Ondan kichik o'g'lini bag'riga bosdi. Yorkent. Onasi Ayjamal Ağcaning xatini o'qishga boshlagan Mirza Abu Bakrning chiroyidagi xushallik ost-asta yo'qab, o'rniga g'azab almashdi. Mono badrakning qilib жүрген ishini ko'rmamdigan. U tishlarini g'uchirlatganicha qo'lidagi xatni g'azab bilan yerga otdi. Yanada ulfatchilik qilib o'tirgan Mirza Sadrdan Qushchi, Mirza Qosim Do'g'lat, Mirza Husayn Bey, Mirza Amin Qulbek qatorliq 4 amir xatga nimalar yozilganligini bilishga qiziqib, o'diqqan ko'zlarini shira ustidagi xatga tikdi. Ammo hech qaysi xatni elib o'qib yiqishga jur'at qilolmadi. Texi hozirli Mirza Abu Bakr xatning bosh qismini o'qibla gulqaqalari ichilib ketgan va ulfatlarga qarab, xushxabar, Mo'g'ullar amri xotanga lashkar tortishimizga qo'shilibdi. Atgicha farmon yetib kelgidek degan edi. Ammo xatning oxirini o'qib etib, birdanla tutilib ketdi. Ular xatning tugallamasiga Mirza Abu Bakrning ko'ngliga yoqmaydigan biror ishning yozilganligini pamlashdi. Ammo so'rashga petinolmadi. Aldangandek, g'ururi dafsanda qilingandek to'yg'iga kelib qolgan Mirza Abu Bakr ochiq yutib push tinatdi. Xatdagi otalarga bir muncha chiroyli so'zlarni qilib xotanga lashkar tortish talablariga ma'qul keltirdim. Sar amirga sarkashlik qilishga petingan ul og'i ini Mirzalarni itoatga keltirsalar, katta to'p ko'rsatgan bo'ladilar. Marhum otalarning yuzi yo'riq bo'ladi. Sar amirning deyishicha, inilari Ömer Mirzamo
Yarkent Əmiri Mirza Yantoqbekning o'lim vaqasini xufiyona tahqiqlab, dalil isbot to'plab etibdi. İnilarining mushundoq muhim ishlarni zimmasiga olganidan to'limi söyündim. Og'i inishkilarining saltanat uchun qilgan bu xizmatlari hargiz mukofotsiz qolmaydi. Sar Amir Sultan Yunusxon oliylariga ma'lumot yo'llab, Xotan bilan Yarkentning amirlik martabasini og'i inishkilariga ep berman deydi. Sizlar ikki viloyatga amir bo'lsanglar, marhum otanglarning ruhi xush bo'ladi degan so'zlar uning kallasiga kirib olgan edi. Cho'ng o'g'li Mirza Abobakirga xushxabar yetkazishga oldirib qolgan Oyjamal og'acha ortiqcha so'zlab, kichik o'g'lining maxfiy salohiyatini oshkorlab qo'ygan edi. Aslida Umar Mirzaning Yarkentga oldirib kelib kelishida mundaq muddasi bor ekan-da. Men texi uni inim, qarindishim deb qilchilik gumonlanmabdiman. Ishinibdiman. Mehribonlik ko'rsatibdiman. Ammo u bo'lsa peyimni qirqmoqchi bo'pti. Bu ishdan menga ozroq musabbi berib qo'ymabdi. Uning nazarida og'liq, qarindoshlik mehridan saltanat ishlari ustun ekan. Men nima degan ahmoq, oq ko'ngil. Texi o'gay otam bo'lmish ul Sar Amirni yavash, sodda odam, osonlik aldab ketalayman deb xomxayol qilibdiman. Boya u allaqachon mendan gumonlanib bo'ptgan emasmi? Biroq nemishqa darhol meni cheklash uchun harakat qilmay, Xotanga lashkar tortishimga ma'qul bo'ladi. To'xta. Buning tagida cho'qim bir gap bor. U meni shaxmat taxtasidagi bir tal piyoda qilib, raqiblari Xotan mirzlari bilan yog'i solmoqchi. Bu yog'ida mayli yengilay, u o'xshashla foydaladi. Chunki qaysimiz yengilayli, u hech qancha kuchmayla raqibidan birini ko'zdan yo'qotdi emasmi? Sar Amir muhilimi kirishishni biladi ekan desa, mening qo'lim orqali Xotandagi og'i ini mirzlarni yo'qotib, ondan Umar Mirza to'plagan dalil isbotlar orqali menga taqobil turmoqchi. 100 ming qatli shukri. Uning bu muddasidan vaqtida xabar topganim yaxshi bo'ldi. Men hech ishni bilmagan bo'lib, avval Xotan mirzlarining ishini bartaraf qilay. Lekin o'z qarindishining qasdida bo'lgan Ov Bedrekni hargiz bo'sh qo'yib etmayman. Xalq olam Mirza Abobakirga suiqasd qilmoqchi bo'lganlarning oxiratining qandoq bo'lganligini bilib qolsin. Mirza Abobakir xiyolini yig'ishtirib, tashvish bilan o'ltirgan 4 amirga qaradi. Xo'sh, bu xatni har birlarimi ko'rib beqisizlar. 4 amir olmon-talmon xatni ilib o'qishga boshladi. Yo panoh, kaminlarning gumoni isbotlanibdi mana, dedi Mirza Amin Qulbek. Umar Mirzaning Yarkentga kelishida cho'qim bir gap bor demaganmidim oliylari? Ori, dedi Mirza Qosim Dog'lat. Aslida Umar Mirzani Sar Amir maqsadli evatibdi-kanda. Uni Umar Mirza Yantoqbekning o'lim vaqasini surishtirib etibdi deb chittang anglab qolgan edim. Mundaqla so'rab qo'yganmikin desam, dalil isbot izlab etibdi-kanda. Acaba Sar Amirning oliylariga avatgan maktubida gumonlangudek iboralar yo'q edi bo'lmasa? Shuni deslar, dedi Mirza Sadrdan Qushchi. Texi chondurmay Xotanga lashkar tortishga ijozat bergani bilan Umar Mirzani xufiyona mufattish qilishga avatibdi emasmi? Endi Xotanga lashkar tortish ishini kechiktiramizmi yoki Xotanga lashkar tortaveramiz, dedi Mirza Abobakir toqat qilolmay. Vaqtni kayniga suraversak ishimizdan chatoq chiqadigandek qiladi. Fahmimcha Sar Amir Muhammad Aydar Mirza Yarkentdagi ishlarimizdan tex to'liq xabardor emasdek qiladi. Mush fursatni g'animat bilib, Xotanga tezda yurish qilaylik. Biroq Umar Mirzani ishlarimizdan xabarsiz degili bo'lmas, dedi Mirza Qosim Dog'lat shapurutining uchini qayrib qo'yib. Navol Xotanga yurish qilgan vaqtimizdan foydalanib, bilgan ahvollarni Sar Amirga ma'lum qilsa, Qashqarga yilg'icha ma'lumot yo'llayolmagan bo'lsa, endi hargiz yo'llayamaydi.
dedi Mirza Abubakir keskinlik qo'l silkib. Qaysing ba? 10 qadam yerida butda qetib turgan ikki navkar darhol qo'l bog'lab ta'zim qildi. Labbay oliylari. Ömer Mirzani nadin bo'lmasin tepib darhol oldimga elib kelinglar. G'azabdanmi aytavur Mirza Abubakirning chiroyi qoradab ketgan edi. Uning o'z qarindishini jazolamay bo'ldi qilmaydiganligini pamlagan to'rt amir bir-biriga yer tegidan qarshi oldi. Bir oz pishim vaqt o'tar o'tmayla navkarlar Ömer Mirzani boshlab keldi. Navkarlar uningga akisining jiddiy chaqirdi sababini aytmagan edi. Akisining saroyda emas, o'rda beg'idagi so'rinxonada sharob ichib o'tirganini ko'rib, bayatini yo'lda kelgacha ko'nglidan turli gumonlar kechgan Ömer Mirza xeyli xotirjam bo'lib qoldi. Assalomu alaykum, dedi u salom berib. Mirza Abubakir inisining ko'ziga tikilib bir qarab o'tgandan keyin salomni so'g'uqli ilik oldi. Va alaykum assalom. Mirza Abubakirning muomalasiga qarab, dasturxonda hamroh bo'lib o'tirgan to'rt amir qimirlabmi qo'ymadi. Boshqa vaqtlarda ko'rishib bo'g'icha o'tirgan bo'lsa o'rnidan turib, turgan bo'lsa oldiga yugurib kelib, og'ziga tegmay ahvol so'rab ketadigan bu to'rt amirning soxta kibr ko'rsatib o'tirishlari Ömer Mirzaga g'alati tuyuldi. Ha, Mirza Abubakir uni o'ltirishga taklif qilmagan edi. Bularning qarashlari ajab yo'chillig'i. Meni nimaga qisqatgan bo'g'iydi? Alpozdan billa o'ltirib sharob ichishga chaqirqanda qilmaydi. Xo'sh, yaqindan beri o'zlarini uchratqili bo'lmaydi-ku. Ömer Mirza akisining masxara, ta'addi yig'ib turgan chiroyiga shubha bilan qaradi. Zarur ishlarim bo'lmasa, ko'chiraslarni oylandim. Kundirasda oylanib zerikmidilma? O nima deydiganda zodi? Ya o'ltirishga taklif qilmaydi, ya muddasini udulla demaydi. İşlerimden xabar deb qoldimi ya? Mumkin emas. Yorkentga kelish muddaimni sar amirdan boshqa hech kim bilmaydi. Men xeyli ehtiyot qilyapman. Yoki buni to'rt amir ustimda shikoyat qilgan bo'lsa, g'azab qilyapam lekin. Avam ra'iyat bilan mongdushib zerikishlik his qilmadim. Avam ra'iyat bilan mongdashdim deslar. Mirza Abubakir chiroyiga soxta kulki yugurtdi. Haqcan ularni cho'chak so'zlatmaganlar. Esimda qilishda kichik vaqtlarda cho'chak anglashga bakli xushtar edilar. Mirza Abubakirning so'zidan to'rt amir xushamat bo'yliq bilan xirildab kulishdi. Ömer Mirza tamkinlik bilan javob berdi. Yo'qsa, cho'chak anglamadim. Amisi nima angladilar? U akisining o'zini maqsadlik chaqirtganligini his qildi. Gap agitmay udulla javob berdi. Ra'iyatning oxizarini. Ra'iyatning qandoq oxizari bor ekan? Bojgir, seliqchi, mirshab, muhtasib, lashkarbeshi va allaqandoq baglar ustidan shikoyat qiladi ekan. O'zlaridan adolat talab qiladi ekan. Yorkentga Mirza Abubakir amir bo'lib kelgandan beri kunlarimiz yomonlashib ketdi. Qatma-qat olvonchiliklar ilkimizni qurtibdi deyishyotdi. Anlığanlar yalğız bol emasdi. Sho'rpeshani Mirza Yontaqbek haqida anlığanlar tayinliq. Ömer Mirza endi yoshirishning o'rni qolmaganligini his qilgan edi. U akisining ko'ziga dodil qarab turib javob berdi. Mirza Yontaqbek haqida ba'zan ishlarni surishtirdim. Nima vajidan surishtirdi lekin yoki birovlar o'zlarini bu ishni tahqiqlashda avatganmidi ya? O bu muddani qandoq bilib olgandi? Keynimga paylaxchi deb qo'yganligini bilatdim. Lekin ularga hech ishni bildirmaganda qilgan edim. Biror bahona sabab ko'rsatsam ishindigandek emas. Ajab yo'chilli gap so'rayligu og'a. Mirza Abubakir qopqini turdi. Gap agitmislar? Bo'ldi, yo'shirib avar bo'lmay. Sizlar gap agitganliklari uchun menmi gap agitdim? Unutib qolmasizlar. Gerçi mərtəbəm sizninkidən tövən bolsunmu, yana buyuk saltanatning amirlaridan hisoblanaman. Avamning ahuzariga quloq solish, dard ahvolini anglash, nohaqchiliklarni surishti qilish majburiyatim bordir.
Aşı məcburiyyətlərini ada qılıb etiblər-də. Əlbəttə. Ondaqda etsila qeni. Mirziyan Taqbek vəqəsinin tegi-təknini qançılıq təhqiqləyəldilər? Mirziyan Taqbek suiqasd bilan nohaq o'ldirilgan. Shundaqmi? Mirza Abubakri masxirlik kuldi. Shundaq emasligi o'zlariga ayon. Sil iz qoldirmaslik uchun uning xotin bolalarini emas, xizmatkorlarini tugal qatl qildiribdilar. Bu degan ashaddiy qotillik. G'azablangan Mirza Abubakrining chiroyi olib pasaq bo'lib ketdi. Dalil isbotlari bormi? Men dalil isbotsiz gap qilmayman. Xo'sh. Ol dalil isbotlan chiqaslar ko'rpaqay. Sizga emas, ko'stidgan yerga ko'stiman. Shu darajada ishonchlar bormi? Albatta bor. To'lima afsus. Manga ko'rsatmagan ol dalil isbotni boshqalarga hargiz ko'rsatmaydilar. Ömer Mirza akisining dahshat yig'ib turgan ko'zlaridan chaqnagan so'g'uq bir nurni ko'rib shirkinib ketdi. Men sizlarning nimalari? So'radi Mirza Abubakri birdanla yumshab. Bir qo'saq qeyrindishim, og'am bo'ladilar, dedi Ömer Mirza salmoqlik bilan. Ağa ini degan misoli bir to'gining ikki lokisidir. Konularning og'risa to'gining bir lokisi dardini tatidi, yana bir lokisi deydigan tamsili bor. Buni biladiganlar? Albatta bilaman. Shundoq turib, xufiyona holda mening o'limni qo'lashga yuraklari qandoq chidigandi? To'g'ri aytdilar ağa. Biz qon qayrindosh. Shuni sizlarni hurmatlayman, qadrlayman. Ammo har ikkimiz buyuk saltanatning mansabdorlaridanmiz. Bu saltanatga oba ajdodlarimizdan tortib sadoqat ko'rsatib, xizmat qilib kelgan. Biz ota-bobolarimizning yuziga qora surtilgan ishni qilsak bo'lmaydi. Ularning ruhiy qo'rinidi. Saltanat qonuniga muxolifatchilik qilish haddimiz emas. Shu topda Yarkent viloyatidagi avomning ko'zidan yosh emas, qon eqibotidi. Ma'qul. Mirziyan Taqbekning o'limga loyiq gunohimi bor deb turaylik. Lekin uni jazolashga sizning salohiyatlari hargiz to'shmaydi. Amirlarning gunohiga g'azab yoki sil rahim qilish faqat xon oliylarining imtiyozidir. Sil bo'lsa uning kollasini oldirgan nozdab begunoh xotin bolalarini, hatto xizmatkorlarni o'ldirgizib etdilar. Buni bilib turib ko'z yumib olsam, aqallisi musulmondarchilikqa loyiq ish qilmagan bo'laman. Mehribon, shafqatli bo'lish musulmondarchilikning belgisi. Mirza Abubakri zaharxandlik bilan xirildab kuldi. Gaplarini anglab, shuni his qildimki, gunoh silida emas, shu jahonning ishlarini ko'rib turgan bir jup ko'zlarda ekan. Buning chorasi oson. Shu ko'zlarini ko'rmas qilib qo'ysam bo'ladi ekan-ku. Ömer Mirzaning vujudini dahshatli bir qo'rqinish bosdi. Gap qilmaydi-ku. So'radi inisining jim turganini qo'rqqanlik deb tushungan Mirza Abubakri. Men deydiganni deb bo'ldim. Yana desam sizlarni adolatga undayman. Ammo u narsa sizlarda yo'q. Shu topda boshlarga qandoq dahshatli kulfatning yiqilishayotganligini his qildilar-ku deyman. Albatta his qildim. Amisa nemishqa mehr shafqat tilmaydilar? Shafqatsizdan mehr, nomarddan vafo tilash, xuddi so'gatdan omad tilgandek bir ish. Ya'ni kelib bu o'zining tishini o'zi yulvatgandimi battar azoblikdir. Ondaqda menmi o'zimni aqlab o'ltirmay, dedi Mirza Abubakri ko'zlarini chekchaytdi. Kelinglar, buni o'zini bilmagan badrakni zindonga tashlanglar. Mirg'azab uning jahonni ko'rib turgan ko'zlariga mel tortib ko'r qilg'ay. Buyruqni anglab yopirilib kelgan navkarlar Ömer Mirzaning qo'llarini qayirib epmadi. Yiliq to'rt amir bo'lsa, Mirza Abubakrining bu ishini yo maqtashni, yo ayblashni bilolmay go'shiyib qarab turishdi. Endi qarab o'tiraversak bo'lmaydi.
dedi Mirza Abubakir birdinli beshini ko'tarib. Həmimcə, Sər Əmir Muhammed Haydar Mirza Xotanga lashkar tortishimizga faqat farmon berdi. Hargiz lashkar avatmaydi. Şuna uning avatadigan bir parcha quruq qog'ozni saqlab o'tirmay, darhol Xotanga yurish qilaylik. Farmon berdormiz, dedi Əmirlər dəs o'rnidan turib. Xotan Qaraqash daryosiga kelgan Kalkun go'yo Mirza Abubakirning tuman kishilik lashkarini hozirla yolmab yutadigandak alpozda qirg'oqlarga patmay choy qilib aqatdi. Ayg'oqchilar orqali yog'ining bostirib kelayotganligidan allaqachon xabar topgan Xon Nazar Mirza bilan Qul Nazar Mirza Qaraqash daryosini mustahkam mudofaa to'siqi qilib sharqiy qirg'oqqa qarorgoh tutgan edi. Yarkentdan chaqmoq tezligida yurish qilib, Xotanni ko'zni yumib ochqicha ishg'ol qilishni xam xiyol qilgan Mirza Abubakir Qaraqash daryosining bo'yiga kelganda nima qilarini bilmay turib qoldi. Daryodan o'tadigan birdan-bir ko'rikni oqa-oqa Xotan mirzlari necha ming lashkar bilan qattiq qo'g'dayotdi. Ko'rik ancha keng emas edi. Uningdan orali 2 otliq yoki 4 piyoda lashkar yondashib mang'alaydi. Daryo bo'yiga kelib ahvolni kuzatgan Mirza Abubakirni g'am bosdi. Bu ko'rikdan lashkarlarni o'tishga buyursam, hargiz bo'lmag'idek. Lashkarlarim ko'rikning u beshiga berib bo'g'icha, Xotan lashkarlari udulliq kallasini ep ulgurdi yoki yo o'qi bilan etib daryoga g'arq qiladi. Bundaq ulug' eqinga kechik selishmi hargiz mumkin emas. Atrofdagi kemalarni to'liq yig'ib qaraganda, ularning tayyorligi xeyli puxta o'xshaydi. Bir tuman lashkarni daryodan tugal o'tkazish uchun oz deganda 200-300 kema bo'lmaydi. Ot uloqlarmi bor texi. Bunchalik ko'p kemani nereden topaman? Kema yasash mumkin emas. Astag'firullah. Daryoning bo'yida mushundaq to'silib turavermanmi? Mirza Abubakir daryo bo'yidan umidsizlangan holda qaytib keldi. Uning lashkarlarni chekindirishga ko'ngli unmaydi. Shuncha uzoq yo'lni besib, jimjitli qaytib kelsa, sarkarda lashkarlarning oldida obro'y to'kiladi. Malayziya Amir mahkamasidagi raqiblari uni zonglik qiladi. Ishchilarni pishirmislar oliylari, dedi Mirza Sadriddin Qushchi tasalli berib. Ta'mimcha daryodagi Kalkunning ozilmasligi mumkin emas. Bir-ikki hafta sabr qilsak, Kalkun mezgili o'tib ketishi mumkin. O chog'da lashkarlarimizga ko'rikning keragi qolmaydi. Kalkunning pasishini saqlab tursak, Malayziya Amir Muhammad Haydar Mirza Yorkentga lashkar avatib qilishi mumkin. Navod ashundoq bo'lib qolsa, Mirza Qosim Do'g'lab biror ming qiyri-cho'ri lashkar bilan shaharni muhofazat qilolmaydi. O chog'da yo Xotanga kiramay, yo Yorkentga yonolmay lamakan bo'lamiz, dedi Mirza Abubakir terikkan holda. Tex Kalkun bir haftada pasiyamdi yoki bir oy davomlashamdi, buning bir nima demakdas. Bu yerda saqlab yetiversak, oziq-to'likimiz tugaydi. Lashkar tortib kelganmiz, har amalni ishlatib Xotanni tezroq qo'limizga olishimiz kerak. Buningdan boshqa yo'l yo'q. Oliylari donodir, dedi Mirza Sadriddin Qushchi beshini egib. Alchavatishni bahona qilib, ol og'i ini Mirzalarning ahvolini uqish baqayli, dedi Mirza Abubakir bir pas o'ylanib keyin. Sarmunshi Malayziya Amir mahkamasi nomidan bir parcha farmon tayyorlag'ay. Mazmuni ol og'i ini Mirzalarni itoat qilishga undash bo'lsin. Farmonning iboralari qo'pol bo'lsin. Sarmunshi farmon yozishga kirishdi. Og'i ini Mirzalar farmonni ko'z texmi johillashidi. Navoda jang qilish uchun daryoning bu tarafiga o'tib qolsa, mening ta'lim. Navoda bu tarafga o'tkazilmay, qarorgohni mahkam saqlab yotsa, yana boshqacha chora toparman. Mirza Abubakir farmonni yetkazishga Mirza Amin Qulbay bilan Husaynbekni elchi qilib tayinladi. Ishchilarni Sar Amir Muhammad Haydar Mirzaning Malayziya Amir mahkamasidan qo'g'lab chiqarganligini ul og'i ini Mirzalar obdan biladi. Shun ularning ko'ngliga yoqadigan gaplarni ko'proq qilib, beilojlikdan lashkar tortib kelganligimizdan bishorat bergaylik. Oliylarining muddasi ayon bo'ldi. Cho'qim shundoq qilamiz, dedi ishki Amir. 2 kundan beri to'xtamay Nag'rusnoy chelib, cho'qan so'rallar bilan jangi undayotgan yov lashkarlarining bugun birdan jimib qilib,
elchi avatganligidan xabar topgan Xonnazar Mirza bilan Qulnazar Mirza elchi bilan ko'rishmaslik ishida qisqali maslahat qilishdi. Elchilar bargohni sirtida saqlab tursin. Ularni bir osh pishim vaqt o'tgandan keyin boshlab kirsizlar, dedi Xonnazar Mirza qarorgoh amriga qarab. Ular elchini kelgan kun avatmay, amdi avatganda nimasi? Buningda biror o'yin bormi nima? dedi Qulnazar Mirza gumonlanib. Hozircha bir nima demakdas, dedi Xonnazar Mirza. Ammo shunisi aniqki, ular daryodan o'tishga amal qilolmay chora izlayotdi. 2 kundan beri bizni to'xtamay jangga undigan bo'lsa-mu, biz jangga chiqmadik emasmi? Qani, ul elchilar nima deydi ekan anglab boqay. Bizni yovozlik bilan bo'yin eginglar deb kelganda tayinliq. Xonnazar Mirza xotirjamlik bilan xirildab kuldi. Ular qarorgohimizga kirsizlar, bizni osonlikcha bosh egdirolmaydiganligini bilib qoladi. Amaliyotda ul Manglaysher amirining lashkar avatishga hech qanday haqqi yo'q edi. Chunki biz saltanat bilan qarshilashmadik. Faqat uni e'tirof qilmagan yerimiz bor. Lashkar tortib bizga quruq hayvi ko'z tutdi-da. Shundoq, Sulton Yunusxon oliylar xabar topsa, sar amirni cho'qim ayiblaydi. Elchilarga xos so'ylab bilan kiyingan Mirza Amin Qulbay bilan Mirza Husaynbek yol oftobda terlab ketishgan edi. Yo'g'on sallalarning ostidan quyilgan ter tomchilari va qisan tonlarining yoqasiga quyiladi. Bargohning oldida soydig'idek biror tut terakmi yo'q edi. Ular dastlabda katta amirlarga xos so'ltin saqlab, bargohga taklif qilinishini kutib, qaddillarini ruslab turishdi. Lekin vaqtning o'tishiga ergishib, dimiq issiqqa faqat chidayanmadi. Qerishqandek osmonda olqanchilik bulut yo'q edi. Quyosh o'pir ketdi. Oftob ko'ydiratdi. Ikki amir ussab tanglaylari qurib ketgan bo'lib, ko'zlariga bir chinadan muzdek do'q ko'rinib ketgan edi. Qarorgohda elchilarga xos hurmatimiz bilan kutilimiz deb o'ylagan bu ikki amir biror chanash suv ilib olishni unutgan edi. Ularning kelganligini ma'lum qilish uchun kirib ketgan bargoh begidan texchili shapi yo'q edi. Shu topda ular qaytib ketishga jur'at qila olmaydi. Mushundaq qaytib ketadigan bo'lsa, Mirza Abubakri ularni mushunchalik ishni qamlashtirolmabsizlar deb ayblishi, hatto jazolashi mumkin edi. O'r turaverib bel putlari telib ketgan ikki amir endi boyanqi kibrini qayirib qo'yib, minib kelgan otlarining soyasi tushgan dog' yadil o'ltirishdi. Boshlaridan sallalarni elib, kamarlarini bo'shtib sagidashdi. Kun tiklashgan sari otlarning soyasi tegiga tushgan edi. Ular soya qo'llab, otning ostiga kirib olishga majbur bo'ldi. Nihoyat bir osh pishim vaqt o'tganda, bargohning yog'och darvozasi g'ichirlab ochilib, bargoh begi chiqib keldi. Ikkilarini saqlatib qo'ydik, dedi o'zri qo'yib. Boy amir janoblar uxlayotgan ekan, uyg'otishga petinolmadi. Qani marhamat qilishqayla. Bargoh begining gapini anglab, ikki amir bir-biriga ma'nilik qarshib oldi. Shu topda har ikkilisining kollasidan qo'rqinchli yov burnining tubiga hamla qilib tursa, qandoqmi uyqusi kelgandi degan xiyol lip qilib o'tdi. Ularning chiroyiga yo'shirin sapsag'an bargoh begi qilgan gaplarining ta'sir qilganligini sezib, meyiqida kulib qo'ydi. Bargohning ichidagi saynoda Xonnazar Mirza gurzi o'ynayotdi. Neriroqdagi soyvanning ostida inisi Qulnazar Mirza bilan bir qancha sarkarda navkarlar Xonnazar Mirzaning mahoratini tomosha qilyotdi. Ikki amir chiroy turqi bir-biriga quyib qo'ygandek o'xshaydigan o'ttir yoshlar jamisidagi baslik kelgan oq mirzalarni bir qarabli tonib oldi. Amir janoblarining har qanday vaqtda uxlab qo'ygansila mahorat mashq qiladigan odati bor, dedi bargoh begi ikki amirga qarab. Yana birdam saqlab qoladigan bo'lishdilar endi. Hech qisi yo'q. Bu katta mahoratni ko'rib ko'zimiz ochilib qoldigan bo'ldi, dedi Mirza Husaynbek chiroyiga zo'rlab kulgi yugurtib. Bargoh begi ikki amirni yolg'iz qoldirib, soyvanning ostida oksining mahoratini tomosha qilib turgan Qulnazar Mirzaning qishiga kelib, qulqiga bir nimalarni pichirladi. Qulnazar Mirza bargoh begining gapini anglab bo'lgandan keyin ikki amirga shundoqli qarab qo'yib, nazarni yana oksining gurzi o'ynatish mahoratiga og'dirdi. Qulnazar Mirzaning o'zlarini soyvan ostiga taklif qilmaganligini his qilgan ikki amir
ilojisiz ochiqchilikda terlab pishib turishga majbur bo'ldi. Xonnazar Mirzning gurzisi nimancha yo'g'on, ishchi kavakmidi ya? Dedi Mirza Amin Qulbay hadab tarini surtayotgan Mirza Husaynbekka qarab. Xuddi bir tal yeganni o'ynatgandek beqirtiyotdi. Qaraganda ishchi kavak o'xshaydi. Ishchi putay bo'lsa shuncha yo'g'on temirni beqirtish emas, ko'tirishim bir gapda. Yanglishdilar. Ishchi putay gurzi u. Ishchi putay gurzi u. Dedi Mirza Husaynbek. Bir necha yil avval Xonnazar Mirzaning gurzi haqida oz-to'l parang anglaganman. Uning gurusini bir nöker yerdan aran yulib olarmish. Balki bu mubolag'adir, dedi Mirza Amin Qulbek ishonmagan holda. Haq yerdan yulib olammiz uni, ammo u xuddi bir tal yeganni o'ynatgandek bemalol beqiraqsin. Haqtiga oshundoq oshirib so'zlashga amroq keladi. Qaraslar, bargohga kirsak o'ynatayotgan ekan, texch to'xtay demaydi. Shuncha ig'ir narsani oshundoq herib qolmay o'ynatqilib olamdi. Bir nima deb bo'lmaydi. Yana anglashimcha, Xonnazar Mirza oshi gurusi bilan ot yoki kola degandek cho'ng hayvonlarni bir urib yiqitib bitarlarmish. Pizg'irim oftobda tayyorlab, usab turgan Mirza Amin Qulbekning yana datalash qilishga hafsalasi qolmagan edi. Shunga ko'nglida qoyil bo'lmasmi, ortiqcha talashqusi kelmadi. Qachongacha turamiz bu oftobda? Soyvanning ostiga taklif qilaymi demaydi ya? Dedi Mirza Amin Qulbek o'tirib. Bizni ko'zga ilmayotdi jumuslar. Shunda deysizlar, bizning shu topdagi salohiyatimiz xon elchisi bilan o'xshash. Odamni mushundoqmi ko'zga ilmagan bormi? Taklif qilmasa nima korimiz? Jushlar, soyvan ostiga beraveraylik. Kuyik oftobda turaverib qoq bo'lib ketmaydi yana. Shundoq qiladi. Bundoq yavash tursak texmi ko'zga ilmaydi. İki əmir otlarını saynadılı tashlab qo'yib, bir besib, ikki besib, soyvan tarafga qarab mangdi. Gurzi o'ynatqach, ularni kuzatayotgan Xonnazar Mirza ikki amirning soyvan tarafga mang'inini ko'rib, qo'lidagi gurzini yer beg'iriltib, piqiratqanicha cho'ng-cho'ng sakrab, ikki amirning etiga yaqinlashdi-da, "Yo, pirimdim madad" deb vaqirganicha gurzini beshining ustidan aylantirib, Mirza Amin Qulbek minib kelgan olib pochoq oyg'irning dolisiga zarb bilan urdi. Shu hamon dahshatli gurzi zarbasiga bardoslik berolmagan ot xuddi tom o'rilib tushgandekla guppir yiqildi. Xart-xart ting'icha tumshqida yer qasab o'rnidan turolmadi. Tuyuqsiz yuz bergan bu voqeadan qattiq cho'chib ketgan ikki amir turgan joyida qoqqan qo'ziqdek turib qoldi. Chiroylari tatirib, a'zoyidan puruldab ter to'kildi. Soyvan ostidagi Qulnazar Mirza qatorliq sarkarlar barakalloh, karomat deganicha olqish yang'irtishdi. Xonnazar Mirza qoqoqlab kulib keyin qo'lidagi gurzini yerga tashladi. Shu hamon ikki navkar yugurib kelib gurzini ikki tarafdan ko'tarib elib mangdi. Oninggacha yana ikki navkar yetib kelib, Xonnazar Mirzaning tardan chiliq-chiliq ho'l bo'lib ketgan ipak yaktikini soldirib, badanini surtgandan keyin quruq yaktak almashtirib qo'ydi. Assalomu alaykum. Amir janoblarining kamolatga yetgan mahoratini o'z ko'zimiz bilan ko'rganimizdan to'liq xursandmiz. Dedi Xonnazar Mirzaning oldiga paypaslab yetib kelgan ikki amir salom berib. Va alaykum assalom. Dedi Xonnazar Mirza xushxo'ylik bilan salomni elib. Amir janoblariga ma'lum bo'lg'ay, dedi bargoh begi qo'l bog'lab turib. Bular Malayziya sar Amir Muhammad Haydar Mirza janoblarining elchilari bo'ladi. Astagfirullah, kattalarni to'lmay qopdi men emasmi? Dedi Xonnazar Mirza yolg'ondan takalluf qilib. Aslida dargohimizga Mirza Husaynbek janoblari bilan Mirza Amin Qulbek janoblarining poyi qadamlari yetib tikan emasmi? Ko'rishmagil uzoq bo'lg'achda ko'zimdan chiqib qopdilar. Boy sat bo'ldi. Asyodim gurzi mahorati bilan bo'lib ketib, chikilriq diqqat qilmabdiman. O yiqilib yotqani janob elchilarning etikanda. Belikimning kuchini sinayman deb minib kelgan otlarga zarar yetkazib qo'yibdiman-da. Hech qisi yo'q. Deyishdi ikki amir xushamat qo'yliq bilan hejiyib. Amir janoblarining ashundoq karomati borligini anglagan edik. Mana hozir o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Tomosha qilish kamdan kam nesib bo'ldigan bundoq katta mahorat oldida bir otning qaraytichaqliq.
Сәгіні ұрсаңмы, игісіғі бақ deydigan gap бар emasmi? Uyat ish bo'pti. Xonnazar Mirza Bargoh begiga qaradi. Oqtxonamdan 2 atdil xohlab, janob elchi beylarga jabdub bersinlar. Qani xo'sh, chedirg'im rahmat qilishsinlar. Aptapda turi verib pishib qolay degan 2 amirga bu taklif yog'dak yoqdi. To'rt tarafiga panjara qo'yilgan chedir to'limi salqin edi. Xonnazar Mirza to'rda, Qulnazar Mirza uning yenida o'tirdi. Boshqa amir sarkarlarmi martabasi bo'yicha o'rin olishdi. Chedirning o'ttirsida turib qolgan Mirza Amin Qulbay bilan Mirza Husaynbek shu topda to'limi beab holatga tushib qolgan edi. Qoida bo'yicha ular elchilik salohiyati bilan Xotan amrini Manglaysuyar amir mahkamasining farmonini topshirib olish buyurishi kerak edi. Ammo Xonnazar Mirzaning bayonqi gurzi mahorati va o'zini to'limi cho'ng tutishi ularni cho'chitib qo'ygan edi. Yana bir tarafdan qo'llaridagi soxta farmon bo'lg'achqa, yana kelib o'zlarining elchilik salohiyatini soxta bo'lg'achqa chandırib qo'yib, ishni buzib qo'yishdan ansirab atdi. Shu topda ularning Xotan amri farmon topshiruvag'ay deb to'lig'isi kelsimi, lekin bunday qilishga faqat jur'at qilolmadi. Oldi bilan Xonnazar Mirza, Qulnazar Mirza janoblariga ehtirom bildiramiz, dedi Amir Husaynbek Zuvanga kelib. Elchilik salohiyatimiz bilan shuni ma'lum qilamizki, Manglaysuyarning sar amiri Muhammad Haydar Mirza janoblarining farmonini, shundaqla Manglaysuyarning o'rinbosar amir lashkari Yorkent amiri Mirza Abubakr janoblarining salomini ep keldik. Qabul qilgaylar. Mirza Amin Qulbay qo'ynidan farmonni elib, ikki qo'llab tutdi. Qoida bo'yicha Xonnazar Mirza o'rindan turib farmonni ikki qo'llab topshirib olishi kerak edi. Lekin u qimirlabmi qo'ymadi. Farmonni Bargoh begi elib Xonnazar Mirzaga uzatdi. O'zlari o'qislar, dedi Xonnazar Mirza qapqini turib. Bargoh begi farmonni o'qishga boshladi. Farmon. Bismillahirrohmanirrohim. Bizlarga Manglaysuyar amir mahkamasining sar amiri Muhammad Haydar Mirza shul xususda farmon bermanki, Xotan amirlari Xonnazar Mirza, Qulnazar Mirza uzundan beri saltanat qonunini ko'zga ilmay, hukmimizga sarkashlik qilib keldi. O'rda bekitgan usullarni ko'zga ilmay, dargohimizga salom qilishdan bosh tortdi. Og'zida o'rdaga bevosita farmonbardorlik qilishni davron qilib, amaliyotda riyoga yo'l tutdi. Buyuk saltanatning birligini pochilashga urindi. Ushbu farmonimiz yetib borgan hamon darhol gunohini tunib, tavba qilgay. Kengchilik bilan bartaraf qilishimizni tilagay. Shundaqla Xotanning hukumat ishlarini o'rinbosar amir lashkar Mirza Abubakr janoblariga topshirgay. Bo'ldi bas. Xonnazar Mirzaning g'azablik ovozi sarchidir ichida qo'rqinchli vahima paydo qildi. Cho'chib ketgan ikki amirning qo'lida jon qolmadi. Og'amning mansibini ep tashlashga farmon bergidek o'zini kim chaqlaydigan ul Manglaysuyar amri? Dedi Qulnazar Mirza ko'zlarini chekchaydi. Sultan Yunusxon oliylarining e'tiborlisiga erishib olib, o'zini podshoh chaqlab qolgan o'xshamamdi. Biz degan elchi faqat farmonni yetkazdik, dedi Mirza Amin Qulbay g'o'dirab. Xabar tepishimizcha, ikkilari Manglaysuyar amir mahkamasidan qo'g'langan ekanlar. Amdilikda qandaqsiz sar amirning elchisi bo'lib qolishdilar, so'radi Xonnazar Mirza g'azabini besib olib. Amir janoblariga ma'lum bo'lgay, dedi Mirza Husaynbek tamkinlik bilan. Anlaganlarning qilchilik xatosi yo'qdir. Garchi biz Manglaysuyar amirining farmonini dargohlariga ep kelgan bo'lsakmi, lekin elchilik martabamizni Mirza Abubakr janoblari bergandir. Orada o'qishmaslik bo'lib qolmagay. Mirza Abubakr janoblarining Manglaysuyar mahkamasidan qo'g'langan amirlarga qayta martaba in'om qilishi saltanat qonuniga xilof tursa, uningga bunday katta imtiyozni kim bergandi? Biz bo'lsak, adnosi kichikkina bir tutun beginimi o'rdaga ma'lum qilib, ondan mansabga tayinlaymiz. Buningga selishtirganda elchilik hargizmi kichik martaba emas. Amir Saydali Olibning avlodi azaldan ana shundoq boshdi, dedi Qulnazar Mirza qapqini turib.
Öz vaqtida Saydali olib saltanat usullarini ko'zga ilmay, cho'ng xonzoda Yunusxonni qayirib qo'yib, kichik xonzoda Esanbuga xonni taxtga o'ltirg'izgan ekan-ku. Әмділікті оның нәвір-чәвілері ме өзлерін ашындақ имтиязлық деп қарыз керек. Бұл деген оқуқының қалаймыған пайдаланғалық. Номыс қылмай түшірген пәрманын қармамдыған. Хотанның әмірлікін өгей оғлығы өткізіп бермешіміз деқи. Мырза Абабекірінің пәрманын ашындақ яздырыстығы мәқсітім ағы ені Мырзланың ғазипini қозғаш еді. Şu tapda o мәқсітіге толық еткен еді. Fursatning pishib yetilganligini his qilgan Mirzo Husayn bey To'mirni qiziqida so'qishga kirishdi. Amir janoblari bizga bir yutum usulliq iltifot qilgan bo'lsalar, dedi u tuvanchilik bilan. Xonnazar Mirzo ularning texchi o'rtirganligini ko'rib, chiroyiga sus kulki yubordi. Ha, Mirzo Husayn beyning yerlanishi uning vujudidagi takabburlik tuyg'ularini xeyli yavaşlatgan edi. Avval yuqoriga o'tib joy elishsizlar, dedi u ikki amirga o'rin ko'rsatib. Ondan Bekavul bekka qaradi. Ikki amirga usulliq tutsunlar. Ikki amir bir chinidan qodani gupildatib ichib boshqacha rohatlandi. Qoda, ya'ni qordek, do'g'atning bir turi. Muzni qirib kepakdek holatga keltirib, qetiq shirin aralashtirib tayyorlanadi, debdi izohatda. Rost gapni qilsam, dedi Mirzo Husayn bey Xonnazar Mirzoning chiroyiga yerdagidan qarab elib. Sar Amir Muhammad Haydar Mirzo hozir hech kimni ko'zga ilmaydi. Uning nazarida taxt egasi Olampanoh Sulton Yunusxon oliylar bormi yo'q, buning bir nima demakmi tas. Sulton Yunusxon oliylar ko'p qism jamoatini sarkar lashkarlarini elib Oqsudan ketgandan keyin Mong'olsher vodisi Muhammad Haydar Mirzoga o'ng chiqaldi. U har qanday mansab martabaga xohlagan odamini xon oliylardan beso'roq tayinlab berdi. Ko'ziga sat ko'rinib qolganlarni pat-pat sovuq taqdim qilib turmaganlarni, ko'ziga sat ko'rinib qolganlarni pat-pat sovuq taqdim qilib turmaganlarni bir bahona sabab bilan mansabdan qoldirib etdi. Og'izdan adl adolatni tushirmaydi-yu, amaliyotda o'zi saltanat usullariga rioya qilmaydi. Mana bizmi yo'qlang bir sabablar bilan mansabdan qoldirildik. Gunoyimiz sar amirga pat-pat sovuq taqdim qilib turmaganligimizda. U ota-bobolarning to'pisini pesh qilishga amroq. Biroq bizning ota-bobolarimiz-mu saltanat uchun ko'p ajr singdirgan to'pkor amirlar edi. Oxirgi hisobda biz Mong'olsher mahkamasiga patmadik. Boshqasini qo'yib turayli, deb so'z oraladi putqo'liga xeyli jon kirgan Mirza Amin Qulbek. Mirza Abubakr janoblarimo sar amirning jiyani edi. Keyin uning o'gay farzand bo'ldi. Amaliyotda har ikkisi Sulton Esanbuga xon oliylarining malikalariga o'ylinib, ko'raganlik martabasiga erishgan edi. Ammo Muhammad Haydar Mirzo jiyani ham o'gay farzandi bo'lmish Mirza Abubakr janoblarini har amallar bilan bosh ko'targizmadi. Lashkariy divonga o'rinbosar qilib qo'ygan bilan amaliy huquq bermadi. Uning kichikroq bo'lsin biror viloyat amir bo'lish talabini rad qildi. Quruqistanga murabbib turaverishni haragan Mirza Abubakri boshtonliq bilan Yorkent hukumatini qo'liga elib oldi. Ajaba, amasi yanada sar amirning farmoniga itoat qilib lashkar tortib ketdi-ku? So'radi Xonnazar Mirzo ishonmagan holda. Mirza Abubakr janoblarining farmoniga bosh egib lashkar tortib kelgani rost, dedi Mirzo Husayn bek javob berib. Ammo muddasi hargizmi amir janoblari bilan yog'i qilish emas. Xo'sh, undaqda muddasini bilib baqsaq bo'lurmi? Oldirab so'radi Xonnazar Mirzo. Albatta. Mirza Abubakr janoblarimi xuddi har birlariga o'xshash Mong'olsher amir mahkamasiga emas, bevosita o'rdiga Sulton Yunusxon oliylariga farmonbardorlik qilishni orzu qiladi. Aslida bu haqda har birlari bilan xat aloqa qilib muddasini bildirmoqchi edi. Bu navbat Xotanga lashkar tortish farmoni tushgandan keyin darhol bu tarafga jo'nadi. Maqsadi ko'rinishda lashkar tortgan bo'lib, ostirtdan har birlari bilan kengashish. O'rdiga birlikda imzoliq arz yo'llab, Sulton Yunusxon oliylarining yorliqini qo'lga keltirish. Mirzo Husayn bey
Aka Mirzlarning ko'nglidagini tepib so'zlayotdi. Bu so'zlari rostmi? So'radi Qulnazar Mirzo hayajonini bosolmay. Yolg'on so'zlagan bo'lsa, qilichlari ostida jon berishga rozimiz, dedi Mirzo Husaynbek. Biz Muhammad Haydar Mirzoning hamon bir kun lashkar tortib kelganligini pamlab, puxta tayyorlik ko'rib qo'yganmiz, dedi Xonnazar Mirzo ishki tuyg'ularini yoshirib, sovuqqonlik bilan so'zlab. Mirzo Abubakr janoblariga yetkazib qo'ysizlar. U daryoga kelkun kelganlik uchun to'silib qoldi deb o'ylab qolmasin. Bizning har qanday qudratli qo'shinning oldin to'sib to'xtatib qo'ygudek kuch-qudratimiz ham ishonchimiz bor. 2 kundan beri shuncha jangga undasanglarmi, midirilmay turaverishimizga sabab sarkar lashkarlaringlarni uzun yo'l besib yerib ketdi. Biroz orom ilib olsin dedik. Yerib kelgan yovga orom bermay jang qilishni albatta bilatdik. Lekin bundaq nomardlikni ravo ko'rmadik. Bu mag'lubiyatga ol Mirzo Abubakr janoblarimiz qoyil bo'lmasligi mumkin. Yana bir tarafdan har ikki tarafdagi sarkarda lashkarlar yot emas. Buyuk saltanatning sarkarda lashkarlaridir. O'zaro qirg'inchilik qilishsak ziyni yana saltanatga bo'ladi. Sulton Yunusxon oliylar xabar topsimi qattiq ranjiydi. Mush taraflarni nazarga olib o'zimizni besib olishga majbur bo'ldik. Har qanday qisqa muhlatmi 3 kundan kam bo'lmaydi. Navoda bugun ikkilari dargohimizga kelmagan bo'lsa, ati jangi sizlar emas, biz undigan bo'latdik. Xayriyat, bu gaplarni deyishmayli. Hozir Mirzo Abubakr janoblarining muddasidan oz to'la xabar topdik. Agar uning haqiqatan ashundoq muddasi bo'lsa, ati o'gungacha kengishib, ahdi ishonch hosil qilishamiz. Navoda yog'iga tayin tep qolsimi, biz har qachon tayyor. Ushbu muddaimizni yetkazib qo'ysinlar. To'la obdan deyishdi ikki amir o'rinlardan turishib. Xonnazar Mirzo ularni tushlik g'izoga tutib qoldi. Ondan birdan yaram otga mindirib, uzitib qo'ydi. Hurmatli anglovchilar, bugun kitobni mushaygacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglaganlarga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.